Bir bola 6 yoshida otasidan ayrilib yetim qoldi. Zamon juda og'ir edi. Onasi o'g'lini boqish uchun ish qidirdi, lekin hech qayerga ishga olishmadi. Ayolni faqat qurilishga arzimagan ish haqqi to'lib ishga olishga rozi bo'lishdi. Ayol nochorligidan qurilishda ishlab o'g'lini boqdi. Oradan yillar o'tdi. Bola ulg'ayib katta biznesmen bo'ldi. Shaharda dang'illama shohona uy sotuviga qo'yildi. Biznesmen uyning egasini oldiga kelib so'radi. Uyning narxi qancha? $850,000. Yigit diplomatidan darhol $850,000 uyning egasiga chiqarib berdi. Uyning egasi xursand bo'lib pulni sanab oldi. Uy sizga sotildi. Bugundan boshlab uy sizniki. Lekin siz savdo qilishni bilmas ekansiz. Agar ozgina savdo qilganingizda uyning narxini tushirib berardim. Siz ham savdo qilishni bilmas ekansiz. Agar uyning narxi bundan baland aytganingizda ham savdo qilmasdan sotib olaverardim. Uyning egasi hayron bo'lib so'radi. Bu uyning nimasi sizni buncha o'ziga tortmoqda? 20 yil oldin bu uyning qurilishida mening onam g'isht tashlagan. Endi esa bu uyni onamga sovg'a qilmoqchiman.